o'zini yaxshi ko'radigan, sifatni qadrlaydigan aka-ukalarimiz uchun Midnight Cobalt avtomobilida bitta skromniy proyekt qilib berganmiz. Qilingan ishlarni ko'rsatib, obzor ham qilib beramiz. Original Malibu 2 rul sunufga qilib berganmiz, Black Piano variantidan. Undan keyin Malibu 2 bar Black Piano variantidan hamda original ovoz suruvchi tormozlar bilan o'rnatilgan. Equinox avtomobilining tablosini o'rnatib qo'yganmiz. Hamma funksiyalari ishlaydi, performanslarigacha yoqilgan. Tarp etgan tepa qismlarini koja qilib berganmiz. Bunga отдельно to'xtalamiz. Hamda polniy salon Black Piano komplekt qilingan. Reflektorlari, ruldagi detallari, bardagi, magnitofon ramka, pechka hammasi. Undan keyin TS-CC3 o'rnatib, oldi va orqa kameralarni o'rnatib berganmiz. Oldi kamerasi registrator bo'lib ishlaydi. Обшивкада materiallar chasbada ularni ham qo'shimcha qilib berganmiz. Eshigidagi detallarni ham polniy Black Piano qilingan holatda turibdi. Hamda eng glavniy ishlardan bittasi patologlarni qop-qora qilib berganmiz. Equinox materialidan qattiq material bo'ladi. Haqiqiy patolochniy material, oddiy avtotika emas. Detallarni ham qoraga bo'yab berganmiz. Kraskalar ko'chib ketmaydi, garantiya bilan qilib qo'yganmiz. Endi sekin mashinaga o'tirib, bir отдельно obzor qilsak ham bo'ladi. Xo'p, barlar ruchnoy tormoz original ovozsiz o'rnatilgan, besprovодный zaryadka, primer rычаг, 3 ta knopkali, bittasiga bagaj ochishlarni ham ishlatib qo'yganmiz. Ustki qismi polniy Black Piano, salonga mos qilib Black Piano qilganmiz. Xo'p, eshikdagi detallari bo'yash mumkin bo'lgan hamma detallarni Black Piano qilib qo'yganmiz. Korpus xopda koja bo'lgan, eshikdagi materiallar, tarp etgan tepa qismlari, bu yoqdagi chastlari ham kojinli bo'lgan. Xo'p, rul qanaqa ishlaydi? Tablo, Equinox tablo rul orqali mana shu 5 ta knopka orqali boshqariladi. Qolgan knopkalar, orqa knopkalar, lipistoklar ovoz baland pastga ishlayapti. Bu yog'idagi oldi-orqa xuddi Malibu Equinoxda qanaqa ishlasa, xuddi shunaqa ishlaydi. Mana rulni ham ko'rasizlar. Equinoxning full variantidagi rullar o'rnatib qo'yganmiz. Bitta knopkaga dalnigat qiladigan, palas udержание chunki mashinada yo'q. O'rtadagi knopkaga signallar berganmiz. Qolgan mana bu 4 tasi cruise control uchun ishlaydi. Mana tabloda cruise o'chdi yonida. Cruise control tezliklarini aktiv qilib, hammasini ishlatsak bo'ladi, tabloda ko'rsatadi. Undan keyin tablomizni ham obzor qilamiz. Eng glavniy ekranida bu Equinox tabloni qarang, soat ko'rsatyapti, tezlikni ko'rsatadi, zapravkaga hech qancha bor yurishini ko'rsatadi. Benzin kamligi uchun mana shunaqa niskiy deb ko'rsatadi. Benzin datchiklari ham yongan, benzin qolmadi chunki. Xo'p, keyingi informatsion displeyda probeg A, probeg B, bu probeg A, probeg B degan mana poyezdka 2 bir ekan. Tezligini, o'rtacha tezligini, o'rtacha benzin rasxodini hamda borilgan masofani o'lchaydi. Mana 427 kilometrda 18 litr benzin rasxodi, 2,2 km/s o'rtacha tezlik. Chunki mashina ko'p turgan servisda. Akkumulyator volti 13.8, temperatura aqlashdash yetkazdi. Bu suvning temperaturasi eng kerakligi qizib ketmasligi uchun. Xo'p, 0 dan 100 gacha chiqadigan performans funksiyalari, motor qancha ishlagani,